Do'stlarim, xalqim, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan Kamina Muzaffar Lutfullayev. Bugun yana bir chiroyli obzor qilishga harakat qilamiz. Sizlarga bugun Belarus traktorlarini sizlar xohlagan narxda, sizlar xohlagan sifat beruvchi traktorlarni obzorini qilib beraman. Yoqsa podpiska, layk bosib, qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz. Akalar, yana bitta ma'lumot do'stlar. Xo'p, ekrani bu joyda Telegram kanalimizni men linkini yoki skrinshotini qoldiraman. Shu link bo'yicha Telegram kanal gruppamiz ochilgan, qo'shilib olinglar. U joyda bundan ham ko'p agregatlar eng zo'r narxlarda qo'yilyapti. Traktor, agregat, hamma qishloq xo'jaligiga taalluqli hamma narsa bor. Qolaversa, sizni ham texnikangizni shu joyda sotsa bo'ladi. Bemalol qo'shilib, qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddaman. Bu tomonda Telegram, bu tomonda esa Instagramni sizlarga qoldiraman. Qolgani sizlardan, sizlarni kutaman. Sog' bo'linglar. Ko'pchilik so'ragan Belarus traktorlarini va nihoyat shuncha yildan beri o'zim orzuim, mana o'zimiz olib kirishni boshladik. So'raganlar uchun birinchi navbatda ma'lumot tariqasida aytaman. Ushbu traktorlar original Belarus. Buni xohlagan dokument hamma tomonidan sizlarga bemalol isbotlab bera olaman, lekin bu narsa kim uchun? Buni oddiy xalq hammasi tushunadi buni. Ko'pchilik ig'vo qilib Belarus emas, qozoq, boshqasi borga, bunaqa deganlar uchun ofitsialligini keltirib ham bera olamiz. Bugun men sizlarga ortiqcha narsani isbotlashni xohlamayman, faqatgina sizlarga bir mazmunli video obzor qilib berishga harakat qilaman. Birinchisi 1025U2 traktori. Bu 1025U2 xuddi shu boshqa 1025U2lar bilan bir xil. Lekin buni birdan bir yagona farqi, ya'ni katta farqi buni narxida. Birinchi navbatda sizlar uchun narxi qiziq bo'lgani uchun narxini aytib o'taman. Boshqa joyda 470 million sotilgan texnika, bizda 410 million so'm. Qolaversa, naqd, personal lizing, hamma to'lov usulida sizlarga taqdim qila olamiz. Texnika mana ko'rib turganingizdek, nalichi bor, ya'ni sotuvda bor. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Va aytishingiz mumkin, biz unaqa katta oborot qilmaymiz. Mana sizlar uchun, xalq uchun mehnat qilib, qo'ldan kelganicha narx-navoni raqobat qilib tushirib, sizlar uchun taqdim qilamiz. Xo'p, qisqacha buni texnik xarakteristikasini tushuntirib beraman, lekin buni mendan ham yaxshi bilasizlar, buni bilaman albatta. Lekin baribir aytib o'tish vazifam. Xo'p, 4 porshili, ya'ni 4 porshili Belarus traktorlarining eng oxirgi modeli shu. 105 ot kuchini beradi, turbo kompressorlari bilan va albatta xalq tilida balishniy most deyilgan oldi katta most bilan jihozlangan. Oldi balon razmeri 360 ga 70 R24. Oldi balon razmeri, orqa balon razmeri, xo'p, 18.4 ga R34. Xo'p, bu hammasi Belshina, ofitsialniy zavodskoy balonlari. D245 dvigatel bilan jihozlangan. Bu albatta bu universal traktor. Chopiq, boshqa narsalarga ham bemalol ishlaydi. Haydovchidan ham bemalol 3 korpusli plugi taqib ishlata oladi va bunga mos 3 korpusli plugimiz ham bor. Xo'p, qolaversa ko'pchilik so'ragan to'plovli apparati chexskimi, rossiyskimi degan akalarimiz uchun rossiyskiy mana to'plovli apparat bilan jihozlangan. Xo'p, rossiyskiy stator. Qolaversa mana konditsionerlari bor. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Salonni ichini ming bor uzr ko'rsata olmadim. Kalit yonimdan ko'tarilibdi, lekin texnikani tashqi tomonidan ko'rsataman. Qolgan tomoni bilasizlar, o'zingizlar oldin ham ko'rgansizlar. Ikkita silindrlik 4 tonna 200 kg og'irligigacha bo'lgan agregatlar uchun mo'ljallangan. Ya'ni buni gruzopodъемnisi 4 tonna 200 kg. O'zini vomlari bilan, hop, gidrovixtlari, xullas bu sizlar ko'rgan shu 1025 traktorimizni o'sha qizil rangda konditsioner magnitofonlari bilan narxi 410 million so'm qaytarib o'taman. Bunaqa narx boshqa joyda yo'q. Shoshilinglar, 3 dona, xudo xolasa, yana ko'proq olib kiramiz albatta. Hozircha 3 dona ulgurib qolsanglar yaxshi bo'ladi. Xo'p, Belarus 892.2 traktorimiz. Bu traktorimizni ham birinchi navbatda narxini aytib o'taman. 375 million so'm. Tan narxi 375 million so'm. Ushbu traktorimiz texnik xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, bu ham xuddi shunaqa xalq tilidagi balishniy most bilan, ya'ni balishniy most deyiladi, shu bilan jihozlangan. Balon razmeri ham shu 360 ga 70 R24. Hop, orqa baloni ham deyarli bir xil Belshinaniki. Hop, razmerimiz necha edi buni hozir?
u shu 18.4 ga 34. Bu ham bir xil 10.25 bilan bir xil razmerda balon shinalari. Buni 952 bilan buni yagona farqi korobkasida bo'ladi. Bu 9 talik klassik korobka, bu 4 talik zamonaviy korobka. Ko'pchilik buni sinxron deydi. Nisbatan ham bu shu siz aytgan sinxronligini beradigan korobka. Xo'p, biz bunga qaytamiz. Bu ham 96 kuchini beradi. Konditsioner magnitofonlari bilan tayyor holatda. Buni naveskasi oddiy naveska, ya'ni o'zini 892 ni обычный naveskasi 2 tonna 300 kg og'irlikdagi agregatlarni ishlatadi. Endi nimaga buni обычный naveska dedim? Yana boshqa naveskasi bo'ladimi deganlar uchun keyingi traktorimiz 952 traktorimiz. Buni hozir boshqa traktorlardan ham narxida, ham texnik xarakteristikasida farqi bor. Buni tushuntirib berib o'taman. 4 portion 96 kuchi D243 dvigatel plus turbo kompressori bilan. Bunda hop, bunda ham D243 dvigatel plus turbo kompressor. Bunda D245 dvigatel plus turbo kompressor. Endi bunda oldi balon 360-70 R20 motor xuddi shunaqa, faqat orqa balon ingichka qo'yilgan. Nima uchun? Hozir chopiq uchun universal traktor so'ragan akalar bor. Selkalar uchun ishlatgani ushbu traktor shinasi xuddi shunaqa zavodskiy holatda qo'yilgan. Buni diska balonni aralashtirib, xohlasanglar 18 balon taqsanglar ham bo'ladi. Va buni fishkasi eng katta farqi mana zadnimosa naveskasida bo'lib, bu naveska 10-25 bilan deyarli bir xil, ikkita silindrli va albatta 4 tonna 200 kg og'irligigacha bo'lgan barcha agregatlarni ishlatadi. Bilsanglar, pnevmatik selkalarda traktor oldi ko'tarilib yoki naveskasi kuchi yetmasdi. Mana sizlar uchun yechim xalqim. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Ming bor uzr. Xo'p, ushbu traktorimizni bu naveskasi обычный holatda zavodda boshqa naveskalardan ko'ra farqi 3,5-4 ming dollargacha bo'ladi. Bizda bu traktorimiz sizlar taxmin qilganinglardan ham arzon narxda 385 million so'm etib belgilandi. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi, nalichi bor. Texnikalarimiz mana savdoda bor, agregatlarimiz ham bor. Faqat agregatlarni aytganimdek Telegram kanalga ko'proq tashlaymiz. Shu yerda ma'lumotlar olib, xarakteristikasini olib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Video oxirida sizlarga bitta gap aytaman. Faqat to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Xo'p, ko'pchilik yozyapti kommentariyada, bunaqa narxga xalq qanaqa qilib oladi? Nima desa bo'ladi? Qachon bizni kosamiz oqaradi? Do'stlar, u meni aybim emas. Zavod bergan narxi imkon qadar o'zimni haqqimni kam qo'yib sizlarga yordam berish uchun. Bilasizlar, men shu YouTube kanalni ochganimdan beri sizlar uchun doim aytib kelganman, birinchi navbatda xalq manfaati menda. Sizlar shu raqobatda bardosh berishim uchun, shunda kuchli bo'lishim uchun qo'llab-quvvatlab turinglar va albatta meni kanalimga obuna bo'lib, yaqinlarni chaqiringlar. Telegramga, Instagramga, YouTube'ga shu yerda men sizlar uchun harakat qilib eng arzon narxlarda qo'yib berishga harakat qilaman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlar uchun doim chin qalbdan harakat qilib kelganman. Inshaalloh bundan keyin ham sog' salomat tursak, sizlar uchun yanada arzon texnikalarni obzorni qilishga harakat qilaman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar.